Superliga 26-tur uchrashuvlari start oldi. 27-oktyabr sanasida Surxon jamoasi o'z maydonida Andijon jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Ayni paytda esa jamoa bo'lajak bahs uchun tayyorgarlikni poytaxtimiz Toshkent shahrida davom ettirmoqda. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda aynan Surxon jamoasining mashg'ulotlaridan video reportajni e'tiboringizga havola etamiz. Barcha muxlislarni Surxon arenada kutib qolamiz. Nasib bo'lsa, g'alaba bilan boshlaymiz, xudo xolasa. Двигаться. So'nggi turlarda ijobiy natija qayd eta olmayotgan termizliklar turnir jadvalida 12-pog'onada bormoqda. Tulporlar safida faqatgina bir yo'qotish Humoyun Sherbotayev og'ir jarohati sabab mashg'ulotlarga qaytganicha yo'q. Yo'qotish o'rnini to'ldirish maqsadida murabbiylar qaroriga ko'ra yoshlar jamoasi a'zosi Tohir Ashurboyev ayni paytda asosiy tarkib yig'inida ishtirok etmoqda. 27-da Anjom bilan o'yin, hozir men Valgadolidga trenirovkaga ketyapti. Hammasi yaxshi, xudoga shukr. 27-Surxondaryo ahlini o'yinga chorlab qolamiz. Hozir bizlarga sizlar podдержка juda ham kerak. Qo'ldan kelgancha sizlarni ishonchinglarni oqlashga harakat qilamiz. Shuningdek, murabbiylar shtabi U21 va U19 jamoalaridagi yosh futbolchilarni ham kuzatib borishmoqda. Mashg'ulotlarning asosiy rakursi futbolchilarning texnik-taktik harakatlariga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, Superliga 26-turdan o'rin olgan Surxon va Andijon jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 27-oktyabr sanasida Termiz shahrida joylashgan markaziy arenada soat 18:30 da start oladi. Bo'lajak bahsda tulporlarga omad tilaymiz.